Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Biz Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga keldik. Umra amallarini bajarish uchun, alhamdulillah. Kiyimlarga e'tibor bermaysizlar. Hozir hotelda o'tirib bir narsa ko'zim tushib qoldi. Ozempikni keldimi kelmadimi bilish uchun yozayotganlarga. Ozempik keldi qizlar, 10 dona bor. 10 dona bor. Hozir har bir pochkasida 3 tadan pena bo'ladi. U ozdirish uchun juda ham yaxshi narsa. Keyin sahrni debetlagan rosa ham yaxshi effekt beradi. Qizlar qaranglar. Mana shu 3 ta pena $600 bo'lsa, kim mana shu 3 ta penlik bitta korobkadan 3 tadan olsa, men yana ham skidka qilib beraman. Juda ham chiroyli narxda beraman. Albatta direktga yozib qo'yinglar. Men umradan borgunimcha sotmaylar degandim, lekin ko'pchilik so'rayotgani uchun qo'yib yubordim.